Joriy yilning 11-13 aprel kunlari Ko'hna zamin sayqali Samarqand shahrida Turon elining sohibqironi Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan Amir Temur siymosi sahnada Respublika teatrlari festivali bo'lib o'tadi. Mazkur festivalda Respublika teatrlarining Amir Temur hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan spektakllar namoyish etiladi. Shuningdek, festival doirasida namoyish etiladigan Amir Temur va Temuriylar davriga oid liboslar ko'rgazmasi va Ko'hna Samarqand obidalari aro tantanavor yurishlardan haqiqiy g'urur va iftixor hissini tuyasiz. Zero Temuriylar davrida boshlangan ilm ma'rifatga rahnamolik, yurt obodligi yo'lidagi bunyodkorlik, xalq farovonligi uchun azmu shijoat, mamlakat taraqqiyotida 3-renesansga poydevor bo'ldi. Yurtimiz aholisi va mehmonlarimizni millat tarixi jonlangan teatr festivalida kutib qolamiz.